Murakkab ko'rsatuv bo'lishi haqida aniq aytishim mumkin. Baribir bu kasallik bilan umr bo'yi yashashim kerak. Shuning uchun odamlar bilsa ham, bilmasa ham hech narsa o'zgarmaydi. Kasallikni qanday yuqtirib oldingiz? Tushunishimcha, giyohvand emassiz. Yo'q, albatta jinsiy aloqa orqali. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Virus uning boshlang'ich bosqichi bo'lib, uni to'xtatish, nazorat qilish va umuman olganda deyarli normal hayot kechirish mumkin. Ha, shunchaki ehtiyotkor bo'lish va ongviroq harakat qilish kerak. Chunki bizning mamlakatimizda odamlar bu kasallikni ko'p hollarda jinsiy aloqa orqali yuqtirib olishadi. Yaqinda kasalligi aniqlangan odamlar uchun bir nechta maslahatlar. Mo'jizakor tabletkalar, malhamlar va boshqa narsalar haqida unuting. Faqatgina ilm-fan bilan ish ko'ring. Menimcha, 2025-yilga kelib virus nazoratga olingan. To'g'risi, niqobsiz kelganingizni ko'rib hayron qoldim. Bunday ochiqlik shaxsiy hayotingizni buzib yuborishidan qo'rqmaysizmi? Buziladigan narsaning o'zi qolmagan. Menimcha hech qanday muammo bo'lmaydi. Balki ishda biror narsa bo'lar. Lekin mayli, hech qisi yo'q. Xullas, baribir butun umr shu kasallik bilan yashashim kerak. Odamlar bilsa ham, bilmasa ham hech narsa o'zgarmaydi. Odamlarning munosabati o'zgarsa deysizmi? Agar kimdir shu sababli menga boshqacha munosabatda bo'lsa, bunday odamlarning menga keragi yo'q. Necha yoshga kirgansiz? 27. Siz Instagram sahifam orqali qiziqarli odamlar, qahramonlarni izlayotgan paytimda kelgandingiz. 4 kishi shu kasallik bilan yashayotganini aytib murojaat qildi. 3tasi yigitlar, bittasi qiz bola edi. Ammo suhbatlar bosqichida uchalasi ham shunchaki yo'qolib qoldi. Balki qandaydir hissiy bosim bo'lgandir. Ha, bu unchalik oson ish emas. Boshida hammasi rozi bo'ldi. Qiz esa oxirigacha chidadi. Uning kimligini oshkor qilmayman, albatta. Lekin aytishcha, kasallikni tug'ilganidanoq tug'ruqxonada yuqtirgan ekan. Qon quyishganmi yoki boshqa bir narsa bo'lganmi? Esimda yo'q. Oxirida u ham taslim bo'ldi. Xullas, men tushundimki, ular odamlar nima deyishidan qo'rqishdi. Ularni tushunaman. Odamlar umuman bu haqida nima deyishadi? Birinchidan, bu haqida faqatgina meni yaxshi biladigan, hech qachon qoralamaydigan va men haqimdagi fikri o'zgarib qolmasligiga ishonchim kam komil bo'lgan odamlarga aytganman. Buni qanday qoralash mumkin? Mana shu narsani hech qachon tushuna olmaganman. Bizning mamlakatimizda shunday qarash bor. Kim immunitet tanqisligi virusini yuqtirgan bo'lsa, u giyohvand moddalarni, ayniqsa geroin kabi igna bilan qabul qilinadigan narkotiklarni iste'mol qiladi yoki gey hisoblanadi. Bu kasallik narkotiklarni igna bilan qabul qiluvchi giyohvandlar orasida keng tarqalgan. Mening holatimda esa uni qanday yuqtirganimni bilmayman. Demak, buni o'zingiz ham bilmaysiz. Yo'q, bila olmayman ham. Yuqtirganim haqida mutlaqo tasodifan bilib qolganman. Boshqa masala bo'yicha tekshiruvga borgan edim. Mendan qon olishdi va virusga shubha borligini aytib, maxsus markazga borib kelishimni tavsiya qilishdi. Speed markaziga. Va Chilonzordagi Respublika Speed markaziga. Aytgancha, u yerda hamma ma'lumotlar mutlaqo sir saqlanadi. Borib, analiz topshirasiz. Avval tezkor test o'tkaziladi. Agar u ijobiy natija ko'rsatsa, yanada batafsil tekshiruv boshlanadi. Bu yerda SPID, gepatit, zaxm va boshqa shunga o'xshash kasalliklarga testlar amalga oshiriladi. Shunday qilib, menda virus borligini aytishdi. U bilan ko'p yillardan beri yashab kelayotgan ekanman. Mutaxassislar virus hujayralarining miqdori va immunitet qay darajada pasayganiga qarab, buni ham tahlil qilishadi. Shu orqali virus bilan qancha vaqtdan beri yashayotganingizni taxminan aytib beradilar. Men avval tezkor test topshirdim. Bunda barmoqdan qon olinadi. Keyin yarim soat yoki 1 soat ichida natija chiqadi. Mening natijam ijobiy chiqdi. Va shundan so'ng qayta tekshiruv o'tkazildi. Shundan keyin bir necha kun kutish kerak bo'ldi. Test natijasi yana ijobiy chiqdi va tamom. Shundan keyin u yerda turli xil testlar, tahlillar o'tkazishadi. Sizga turli savollar berishadi. Bu nechanchi yil edi? Bu o'tgan yilning dekabr oyi. Oyning so'nggi kunlari edi. 23-yilmi? Ha, 2023-yil. Yilning oxiri, yangi yil arafasida mana shunday sovg'ani qabul qilib oldim. Qanday holatga tushdingiz, eslay olasizmi?
Bu juda muhim nuqta. Aynan shu haqda gapirib bermoqchi edim. Birinchidan, albatta, shok holati bo'ldi. Hech nimani tushunmay qoldim. Men bu nima ekanligini, u qanday yuzaga kelishini, odamlar u bilan qanday yashashini, organizmga qanday ta'sir qilishini to'liq bilmasdim. Shok holatida edim. Uning qandaydir dahshatli kasallik ekanligini bilardim. Chunki maktabda bu haqda bizga gapirishardi. SPIDga qarshi kurash va shunga o'xshash shiorlar bo'lardi. Umuman olganda, maktabda bu mavzular bo'yicha minimal darajada suhbatlar o'tkazilgan. Asosiy tushuncha berilgan. Bizda asosiy tushuncha bor. Dastlab siz shok holatiga tushasiz. Keyin bunga ishonmaysiz. Tabiiy ravishda inkor etasiz. Men ham shifokorlardan so'ray boshladim. Ehtimol, siz adashgandirsiz. Balki mening natijalarim noto'g'ridir. Chunki men yana boshqa narsadan ham kasal edim. Shuning uchun qandaydir noto'g'ri natija chiqdi. Shifokorlar yo'q deyishdi. Hammasi 100%. Qoningda virus bor deb aytishdi. O'zlarining tavsiyalarini berishdi. Ularning oldiga yana bir bor kelishimni aytishdi. Keyinchalik men tushungan muhim narsa shuki, bu xabarni eshitgan odam hech narsa haqida o'ylamasdan, hech qayerga bormasdan, sayr qilmasdan, to'g'ridan to'g'ri uyga qaytishi kerak. Tabiiyki, sayr qilgingiz keladi. Men bu narsani tushunish, qabul qilish, mulohaza yuritish uchun piyoda yurdim. Havo salqin va juda toza edi. Markazdan chiqdim, yurdim, chekdim, o'yladim, metroga tushdim. Bu katta xato edi. Gavjum joylarga bormang. Darrov taksi chaqiring yoki ishonchli va yaqin odamingiz bo'lsa, unga qo'ng'iroq qiling, uyingizga olib borib qo'yishsin. Uyda o'tiring. Hech qayoqqa chiqmang. Bu xatoni qilmang. Nima uchun? Men metroga tushdim. U yerda odam gavjum edi. Vagonga kirib, yo'l yurish davomida virus haqidagi maqolalarni o'qiy boshladim. O'zbekistonda virus bilan bog'liq vaziyat qanday ekanligi haqida ma'lumot izladim. Bularning barchasini o'qiyotganda ma'lumotlarni idrok eta olmadim va hammasini ketma-ket o'qishda davom etdim. Vagonda ketib borar ekanman. Bir maqolada virus bilan kasallangan odamlar haqida yozilgandi. Bu o'limga olib keladigan kasallik. Ko'pchilik virus bilan kasallanganlar keyinchalik SPIDga chalinib vafot etadi, deyilgandi. Vagon ichida turib, ko'zlarimga yosh keldi. Hayratda qoldim. Shuning uchun ham shunchaki uyga borib, tinch muhitda, xotirjam holda, yolg'iz o'zingiz yoki ishonchli va yaqin insoningiz bilan birga o'tirib, vaziyatni o'ylab ko'ring. O'rganib, bundan keyingi qadamlaringizni rejalashtirganingiz ma'qul. Odamlar orasidan birinchi bo'lib bu haqida kimga aytdingiz? Virusga shubha borligini aytishganda va tezkor tahlil topshirganimdan keyin o'rtoqlarim oldiga bordim. Yo'q, kechirasiz, yanglishdim. Bu tezkor tahlildan oldin edi. Avvaliga klinikada shubha borligini va borib tahlil topshirishim kerakligini aytishdi. Men faqat ertasi kuni bordim. Kechqurun esa o'rtoqlarim oldiga kirib, ular bilan gaplashib o'tirdim va ularga chamasi menda orttirilgan immunitet tanqisligi virusi bor dedim. Ularning hech biri bunga ishonishmadi. Albatta, men esa balki shifokorlar adashayotgandir dedim. Tahlil natijasi ijobiy chiqqanidan so'ng bir necha hafta o'tib o'rtoqlarimga aytdim. Ular hayron qolishdi. Lekin barchasi bilan yaxshi munosabatdaman. Umuman olganda, men ularni yaxshi bilaman. O'rtoqlarimning hech biri meni muhokama qilmadi. Munosabati o'zgarmadi. Aqlimga sig'maydi. Bu yerda nimani qoralash mumkin? Qoralash mumkin bo'lgan nima bor o'zi? Shu narsani hech qachon tushunmaganman. Men ham. Gap tushunmaslikda. Odamlar bunday holatlar qanday yuz berishini anglab yetishmaydi. Turli vaziyatlar ro'y berishi mumkin. Masalan, ayrim odamlar homiladorlik paytida yuqtiradi. Aytaylik, onadan homilaga yuqishi mumkin. Ayniqsa, konservativ yoki o'ta dindor odamlar orasida mana shunday tushunmovchilik ko'proq uchraydi. Demak, bularning barchasi kasallik haqida bilmaslikdan kelib chiqadi. Aynan shunday. Ko'pchilik virusni SPID bilan adashtiradi. Xuddi shunday. Chunki virus unchalik keng tarqalgan so'z emas. Shuning uchun ham Odamlar virus va SPID o'rtasidagi farqni ajrata olmaydilar. Ota-onangiz bu haqida biladimi? bilishmaydi. Onam gumon qiladi, ammo aniq bilmaydi. Ular haligacha bilishmaydimi? Ha, Hozir jiddiy aytyapsizmi? qarindoshlardan hech kim bilmaydi. Faqat amaki va chachalarim bilishadi.
Bitta, ikkita yaqinlarim xabardor. Siz rostdan ham tavakkalchi yigit ekansiz. Shunday desak ham bo'ladi. Ular bilan munosabatlaringiz uncha yaxshi emasmi? Yo'q, aksincha. Yetarlicha yaqin munosabatda bo'lsak-da, bilmadim. Oilam juda konservativ, diniy qadriyatlarga amal qiladi. Men yagona farzand bo'lganim sababli ularning nazarida bu naslni davom ettirishga to'siq bo'lishi mumkin. Balki oila sha'niga dog' tushirish deb o'ylashar. Chunki ko'p qarindoshlarimiz bor. Ularning hammasi ham buni tushunib yetishmaydi. Aslida, albatta, aytish kerak edi. Lekin negadir menda jasorat yetishmadi. Umuman olganda, qanday qilib yuqtirgan bo'lishingiz mumkin? Tushunishimcha, giyohvand emassiz. Menimcha jinsiy aloqa orqali qandaydir aloqa vaqtida yuqtirib olganman. Ayol kishi bilan. Ha, himoya vositasi bo'lmagan holatda. Aytgancha, bu juda muhim. Buni hali ham to'liq tushunmaymiz. O'sha odamni qanchalik yaxshi bilishingizdan qat'iy nazar, bu birinchi aloqangizmi yoki uzoq vaqt munosabatda bo'lsangiz ham doimo himoya vositalaridan foydalaning. Bu faqat homilador bo'lish yoki bo'lmaslik masalasi emas. Bu oddiy gigiyena, xavfsizlik va salomatlik masalasi. Agar kimdadir aloqa vaqtida sog'lig'i bilan bog'liq muammo bo'lsa yoki o'zini yaxshi his qilmasa, jinsiy aloqa paytida bu har qanday jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik uchun jinsiy aloqa qilish muammo bo'lmay qolgan. Buni bilaman. Ehtimol bu unchalik qulay bo'lmasa-da, balki o'sha odamdan qandaydir tibbiy ma'lumotnoma so'rash kerakdir. Bu unchalik keng tarqalmagan narsa, lekin menimcha bu juda katta xavf. Misol uchun, siz bilan bo'lgan biror qiz hozir ham qayerdadir yuribdi va u ehtimol virusni nima desam ekan, boshqa erkaklarga ham yuqtiryapti. Balki men bilan bo'lgan qizlar ham o'zida virus borligini bilmagan bo'lishi mumkin. Bu juda nozik masala. Shuning uchun men bu haqda shifokorlar bilan maslahatlashdim. Barcha shifokorlar, internetdagi bloggerlar, mutaxassislar va boshqalar bir ovozdan ta'kidlashmoqda. Prezervativ juda kuchli himoya vositasi. U har qanday vaziyatda ham sizni himoya qilishi mumkin. Siz bilan jinsiy aloqada bo'lgan qizlarning birontasi bilan aloqaga chiqdingizmi? Ularga bu haqda aytdingizmi? Yo'q. Nazarimda qo'ng'iroqlar ko'rsatuv chiqqandan so'ng boshlanadi. Balki har bir qiz bor. Men kasallik haqida bilishimdan taxminan 1,5-2 yil oldin u bilan himoyasiz jinsiy aloqada bo'lganman va men aynan undan ko'proq xavotir olyapman. Ammo hech kim bilan bog'lanmadim. Bizda buning uchun jinoiy javobgarlik bormi? Bor. Hozir siz qonun oldida aybdor bo'lib qolyapsiz. Unday emas. Men kasallik haqida bilgan paytimdan boshlab javobgarlikka tortilaman. Shifokorlar menda virus borligini aniqlagan paytdan boshlab men hujjatlarga imzo qo'yganman. Bu hujjatlarda agar men biror kishi bilan jinsiy aloqada bo'lsam va uni bu haqda ogohlantirmasam, uning roziligini olmasam, keyin u kasallikni yuqtirib olsa, bu haqida kelib aytsa va meni topishsa, men jinoiy javobgarlikka tortilishim haqida yozilgan. Buning uchun qanday jazo qo'llaniladi? To'g'risi, buni aniq eslay olmayman. Demak, siz virus aniqlanganidan keyin hech kim bilan aloqaga kirishmadingiz. Yo'q. Bu juda og'ir. Bu fikr miyangizga o'rnashib qoladi va sizni to'xtatib turadi. Shuning uchun ham hozirga qadar shaxsiy hayotim yo'q. Hech qanday munosabatda emasman, ammo buning ozgina ijobiy tomoni ham bor. Qizlar bilan muloqot qilishni boshlaganimda, ayniqsa jiddiy munosabatlar o'rnatish istagim bo'lsa, ularga darhol berilib ketmayman. Avvaliga ehtiyotkorlik bilan yondashaman. Odamni masofada saqlab turaman. Uni tanib bilishga, u haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plashga intilaman. Bu haqida ularning hech biriga aytmadingizmi? Munosabat qurmoqchi bo'lgan qizlarimdan hech kimga. Faqat bir qiz bor. Do'stim, u biladi xolos. Boshqa hech qanday qizga bu haqida aytganim yo'q. Ammo ular bilan jinsiy munosabatda bo'lmaganim uchun xavotir olishlariga hojat yo'q. Murakkab ko'rsatuv bo'lishi aniq. Uni chiqarishimizga ishonchingiz komilmi? Albatta, biz kontent yaratishni xohlaymiz. Lekin o'zingiz ham tushunib turibsiz. Balki ma'lum vaqtdan keyin fikringiz o'zgarib qolishi mumkin.
Men bu haqda o'ylab ko'rdim va menimcha vaziyatni to'liq qabul qilish, endi hech narsani yashirmasdan shu bilan yashashni davom ettirish ma'qulroq. Nazarimda bu juda kuchli pozitsiya. Сильная позиция, как мне кажется. Vaziyatlar insonni o'zini qo'lga olishga majbur qiladi. O'zbekistonda bu haqida ishonchli statistika bormi? Aniqrog'i, ishonsa bo'ladigan ma'lumotlar deylik. Yo'q, ishonchli statistika mavjud emas. Faqat rasmiy davlat statistikasi bor. Biz ishonchli statistikani ola olmaymiz, chunki odamlar muntazam ravishda tibbiy tekshiruvlardan o'tishmaydi. Bu kasallik tasodifan aniqlanadi. Odamlar bu haqda bexosdan bilib qoladi. Ko'p hollarda, ayniqsa bizning mamlakatimizda, ko'pchilik buni mutlaqo tasodifan aniqlaydi. Speed markazi ma'lum hisob-kitoblarni olib borsa kerak. Ha, albatta, SPI markazida, respublika va shahar miqyosidagi markazlarda umuman O'zbekistonda tekshiruvdan o'tayotgan va hisobda turgan odamlarning ro'yxati mavjud. Sizda virus aniqlangach, bundan qutulishning iloji yo'q. Darhol ro'yxatga olinasiz. Hisobda turgan odamlar va bu haqda xabardor bo'lganlar to'g'risida aniq ma'lumotlar bor. Ammo shahar ichida yurib, o'zida virus borligidan bexabar bo'lganlar soni juda ko'p. Virus uzoq vaqt davomida uyqu holatida bo'lishi ham mumkin. Ha, taxminan 1 yil yoki undan ham ko'proq vaqt ichida uyqu holatida bo'ladi. Virusni yuqtirasiz va kamida 1 yil davomida u o'zini mutlaqo namoyon qilmaydi. Hatto SPID yoki virus uchun qon topshirsangiz ham, inkubatsiya davri tufayli tahlil natijasi salbiy chiqishi ehtimoli yuqori. Bir marta SPID markaziga borganman. Qon topshirishim kerak edi. U yerda ishlaydigan ayollarni ko'rdim. O'zimni ancha qo'rqoq odam deb bilaman. Ehtimol menda u kasallik yo'qdir. Lekin baribir xayolimda shubha bor edi. Ayollar menga bu juda kam uchraydi. Xavotir olmang deb aytishdi. Ularning kayfiyatidan sezdimki, O'zbekistonda bu narsa muammo ekan. Hamma bu haqda biladi. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi hech qachon bu haqda gapirmaydi. Faqat virus emas, boshqa ko'plab kasalliklar bilan ham shunday. Ha, umuman olganda nafaqat kasalliklar bilan, balki aytish noqulay bo'lgan, odatda gapirish odat tusiga kirmagan ko'p narsalar bilan ham shunday. Bizda qandaydir guruhlar bormi? Kasallik yuqtirgan odamlar guruhlari. Menimcha bor, lekin bu haqda so'rab surishtirmaganman. Go'yo bunga ehtiyoj yo'qdek. Umuman olganda, dastlabki paytlarda, ayniqsa birinchi bir necha oyda juda qiyin bo'ladi. Birinchidan, parhez borasida ko'plab cheklovlar paydo bo'ladi. Shifokorlar nimalarni qilmaslik va nimalardan voz kechish kerakligi haqida ko'plab tavsiyalar berishadi. Hatto jismoniy mashqlar ham cheklanadi. Masalan, sport bilan shug'ullanadigan odamlar, fitness yoki boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchilar ham dastlab o'zlarini ortiqcha qiynamasliklari kerak. Hech qanday jismoniy zo'riqish, ekstremal harakatlar, keskin harorat o'zgarishlari yoki shunga o'xshash narsalarga yo'l qo'yilmaydi. Siz ko'p narsalardan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Aslida, voz kechishingiz kerak bo'lgan narsalarning aksariyati inson uchun zararli hisoblanadi. Masalan, gazli ichimliklar, energetik ichimliklar va shunga o'xshash mahsulotlar. Ichimlik va tamaki ham. Ha, albatta spirtli ichimliklar ham. Demak, immunitetni zaiflashtiradigan har qanday narsa haqida gap ketyapti. Aynan shunday. Virus aslida qanday ishlaydi? U organizmga tushganda birinchi navbatda o'zi uchun qulay joy qidiradi. Zaifdilar. Ha, tananing zaif nuqtalarini. Masalan, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, kuniga kamida 2 quti chekadigan odam bo'lsa, uning o'pkasi allaqachon zaiflashgan bo'ladi. Virus darhol shunday joylarga yopishadi. Agar sizda biror surunkali kasallik, irsiy xastalik, sindrom yoki boshqa muammo bo'lsa, virus ana shu zaif nuqtalarni izlaydi, topadi va ularga mahkam yopishadi. Tanadagi har qanday kasallik, har qanday salbiy holat uning uchun ozuqa hisoblanadi. Yana bir oson yuqtirish yo'li. Agar siz himoyasiz jinsiy aloqada bo'lsangiz va mast yoki betob bo'lsangiz, immunitetingiz juda zaiflashgan bo'ladi. Agar kasal bo'lsangiz, buning ustiga spirtli ichimlik ichsangiz, himoyani butunlay yo'qqa chiqaradi.
va jinsiy aloqa orqali virusni yuqtirish osonlashadi. Shunday ekan, dastlabki paytda hamma narsadan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Jinsiy aloqa paytida suyuqliklar almashinuvi bo'ladi. To'g'ri tushundimmi? Xuddi shunday. Aynan ana shu suyuqliklar tashuvchi vazifasini bajaradi. Ha, qanday suyuqliklar haqida gapiryapmiz? Masalan, erkak urug'i tushsa, tamom, virus yuqib qoladi. Bundan tashqari, kasallik qon orqali ham yuqishi mumkin. Qanday yara orqali? Ha, menda ochiq yara bo'lsa, qon oqishi kuzatiladi va yana boshqa bir odamda ham ochiq yara bo'ladi. Mening qonim o'sha odamning yarasiga tushadi. Qonlar aralashib ketadi. Bu yuqish xavfi mavjud degani. Ammo ta'kidlash joizki, bu shunchaki tirnalish yoki kichik yara emas, balki aynan ochiq yara va qon oqimi bo'lishi shart. Demak, virus qo'l berib ko'rishganda yoki o'pishgan vaqtda yuqmaydi. Yo'q, yuqmaydi. Quchoqlashgan paytdachi? O'pish, quchoqlash, qo'l siqish hammasi. U havo tomchi yo'li orqali yuqmaydi. Faqatgina jinsiy aloqa yo'li bilan yoki qon orqali o'tadi. Ayollarda esa homilador ayoldan homilaga o'tishi mumkin. Demak, ayolda virus bo'lsa, tegishli ravishda homilaga yuqadi. Agar ayol kasallangan va homilador bo'lsa, virusni homilaga yuqtirishi ehtimoli xavfi mavjud. Ammo bu ko'p uchraydigan holat emas menimcha. Xuddi shunday. Ko'p uchramaydi. Asosiy yo'llar qon orqali, jinsiy aloqa orqali va yana rivojlanmagan mamlakatlarda Ijtimoiy jihatdan. ijtimoiy darajasi past, iqtisodiyoti zaif, jinoyatchilik va boshqa salbiy holatlar ko'payib borayotgan, giyohvandlik, fohishabozlik, zo'ravonlik kabi illatlar mavjud bo'lgan va bularning barchasi yanada ko'proq uchraydigan joylarda keng tarqalgan. Keling, davolanish masalasiga qaytamiz. Demak, siz shifokorga bordingiz. Sizni ma'lum bir mutaxassisga yo'naltirishdi. Shunday bo'ldi. Bu kim edi? Avvaliga respublika markaziga borasiz. U yerda tahlil topshirib, dastlabki tavsiyalarni olasiz. Qisqa vaqt davomida dastlabki ko'rik va tekshiruvlar uchun qatnaysiz. So'ngra sizni shahar markaziga yo'naltirishadi. Bizda shahar markazi mavjud bo'lib, unda har bir tuman uchun alohida xonalar va shifokorlar bor. Keyinchalik ahvolingiz barqarorlashgach, sizni o'sha yerga yuborishadi. U yerga borib, yana bir qator tahlillar topshirasiz. Qon, siydik kabi turli mutaxassislar ko'rigidan o'tasiz. Shundan so'ng ular aniq tashxis qo'yib, sizga tanangizda qancha virus borligini, to'liq faoliyat yuritayotgan immunitet hujayralari sonini aytishadi. Nimalar qilish kerakligi, qanday yashashingiz lozimligi, sizdagi zaif nuqtalar haqida aytishadi. Keyin dori yozib berishadi. Dori-darmonlar virusning og'ir yengilligiga qarab tayinlanadi. Mening holatimda menga Hindistonda ishlab chiqarilgan, kuniga bir marta qabul qilinadigan tabletka berishdi. Antiretrovirus dori vositasimi? Ha, bu antiretrovirus terapiyasi deb ataladi. Uning afzalligi nimada? Agar siz bu tabletkalarni har kuni bir xil vaqtda qabul qilsangiz, qabul qilishdan 2 soat oldin ovqatlanmaslik lozim, lekin men bu qoidani tez-tez buzaman. Xullas, agar siz har kuni bir xil vaqtda bitta tabletkani 2 mahal qabul qilsangiz va hech qachon o'tkazib yubormasangiz, ma'lum vaqtdan so'ng immun hujayralari tiklanishni boshlaydi va virus go'yoki so'nadi, uyqu holatiga o'tadi. Bu qanchagacha davom etishi mumkin? Axir bunday yashash 10 yillab davom etadi. Umuman olganda, hozirgi paytda virusni butunlay davolaydigan keng tarqalgan vosita yo'q. Agar siz unga chalingan bo'lsangiz, butun umringiz davomida virus siz bilan qoladi. Virus va uning tanangizga ta'sirini kamaytirish uchun nima qilayotganingiz esa boshqa masala. Agar antiretrovirus terapiyasini qabul qilsangiz, hammasi joyida bo'ladi. Eng muhimi, dorilarni muntazam ravishda ichish. Alkogol, tamaki, giyohvand moddalar, nosog'lom ovqatlar iste'mol qilishni kamaytirish ham muhim. Men bir necha vaqt o'tgach, taxminan 4 oydan keyin ahvolim yaxshilanganini sezdim. Chunki amalda sog'lom turmush tarzini olib boryapsiz. Ha, harakat qilyapman. Spirtli ichimliklar va boshqa narsalar iste'molini kamaytirdim. Lekin butunlay voz kechganim yo'q. Masalan, dori qabul qilishni boshlagunimga qadar tanamning holati bilan hozirgi holati o'rtasidagi farqni sezdim. Ilgari har qanday arzimasadan kasal bo'lib qolardim. Sovuq haroratmi yoki bilmadim.
muzqaymoq yedim-u tomog'im og'ridi. Nima bo'lsa ham tez-tez shamollab turardim. Ahvolim juda tez o'zgarardi. Hozir esa kamdan kam kasal bo'laman. Oddiy isitma, shamollash va boshqa kasalliklar ham kam uchrayapti. Virusning turli xil ta'sirlari bor. U o'zini har kimda har xil namoyon qiladi. Kimningdir tili sarg'ayadi, kimdir keskin ozib ketadi. Ich ketishi, soch to'kilishi yoki boshqa belgilar bo'lishi mumkin. Mening holatimda ko'proq omadim keldi. Bularning hech biri kuzatilmadi, faqat semira olmasdim. Vaznim keskin tushib ketmasa-da, har doim 55 kilogramm atrofida turardi. Umuman olganda, menda kasallik asosan boshimda namoyon bo'lardi. Terining ustki qatlami doim ajralib, maydalanardi. Agar sochlarimni shunday silkitsam, Qazg'oq bo'lgan. ha, xuddi qor yog'gandek bo'lardi. Hozir esa bunday emas. Davolanishning qandaydir salbiy ta'sirlari bormi? Albatta bo'lishi mumkin. Yana bu preparatning qanchalik kuchli va jiddiyligi bilan bog'liq. Mening holatimda noxush ta'sirlarni sezmadim. Faqat dastlabki paytlarda bo'ldi. Bu juda kuchli preparat. Shuning uchun organizm unga ko'nikib olishi kerak. Masalan, mening holatimda dastlab dorini qabul qilganimdan so'ng taxminan 20-30 daqiqadan keyin boshim qattiq aylanardi. Lekin shundan boshqa hech narsa bo'lmadi. Boshqa hech qanday ta'sirini sezmadim. Faqat shu xolos. Antiretrovirus terapiyasining bitta katta kamchiligi bor. Eng muhimi, dorilarni qabul qilishni to'xtatmaslik kerak. Virus rezistentligi degan tushuncha mavjud. Ya'ni, agar siz ma'lum bir vaqtda dori-darmonlarni qabul qilishni to'xtatsangiz, virus uyg'onadi, faollashadi. Unga endi hech narsa xalaqit bermasligini tushunadi. Va 2 barobar kuch bilan ish boshlaydi. Ha, u mutatsiyaga uchrashni boshlaydi. O'zgarishga kirishadi, atrof muhitga moslashadi va siz qabul qilgan dorilarga qarshi immunitet ishlab chiqara boshlaydi. Virusni yana bartaraf etish uchun esa sizga ko'proq miqdordagi dori yoki boshqa kuchliroq preparatlar zarur bo'ladi. Shu sababli dori ichishni hech qanday holatda to'xtatish mumkin emas. Dori-darmonlar haqida gapirganda ular hind dorilari ekanligini aytdingiz. Mening holatimda hind dorilari. U yerda boshqa qanday variantlar borligini bilmayman. Ularning hammasi tekinga beriladimi? Ha, bizning mamlakatimizdagi yana bir katta afzallik shundaki, birinchidan, dori-darmonlarni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti beradi. Bu juda yaxshi, chunki bu dori-darmonlarning ishonchli ekanligi belgisidir. U turli sinovlar, laboratoriya tahlillari, klinik va noklinik tekshiruvlar hamda boshqa barcha jarayonlardan o'tgan. Tashkilot tomonidan ma'qullangan bo'lsa, demak, bu samarali dori hisoblanadi. Tashkilot virusga qarshi kurashda ishtirok etayotgan va unga a'zo bo'lgan barcha mamlakatlarga dori-darmonlarni yetkazib beradi. Aytgancha, davlatlarga bepul beradimi? Yo'qmi? Bilmayman. Lekin u dori-darmonlarni yetkazib beradi. Keyin esa Sog'liqni saqlash vazirligi ularni hududlarga taqsimlashni boshlaydi. Tasdiqlanmagan bir fikr bor. Go'yoki dori-darmonlar hammaga ham yetmaydi. Siz bunday holatga duch kelganmisiz? Yo'q. Men necha marta kelgan bo'lsam, har doim dori berishgan. Demak, tanish-bilishlar olgansiz. Albatta. Aytgancha, qarindoshlarimdan hech kim kasalligim haqida bilmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligida tanish-bilishim ham yo'q. U yerga qo'ng'iroq qilib, menda bunday holat, dori berishmayapti deb ayta olmayman. Har safar borganimda menga doim dori berishgan. Faqat bitta narsa, uning nima bilan bog'liqligini bilmayman. Balki yetkazib berish juda uzoq cho'zilishi bilan bog'liqdir. Ko'pincha muddati tugay deb qolgan dori berishlari mumkin. Yaroqlilik muddatiga yaqinlashib qolgan. Ammo hatto 2 haftadan keyin muddat tugasa ham baribir ichishing mumkin. Uning ta'siri yo'qolmagan deb aytishadi. Masalan, hozir uyimda shu oy yoki keyingi oyda muddati o'tadigan dorilar bor. Yolg'iz o'zingiz yashaysizmi? Yo'q, oilam bilan yashayman. Ota-onam va opa-singillarim bor. Singillarmi? Ha, Boshqa bemorlar bilan virus haqida suhbatlashishni hech o'ylab ko'rmaganmisiz? aniq istagim bo'lmagan. Umuman olganda suhbatlashish foydali. Ular qanday yashashi, nimalar bilan shug'ullanishi, qanday muammolarga duch kelishi haqida suhbatlashish, muhokama qilish foyda beradi. Umuman olganda, bu ham qiziqarli, ham foydali. Balki endi o'ylab ko'rarman.
Menimcha ma'lum bir miqdordagi odamlar hayotini qutqarib qolishingiz mumkin. Menda shunday taxmin bor. Agar kimdir bu ko'rsatuvni ko'rib, o'zi uchun foydali ma'lumot olsa, men bundan behad xursand bo'lardim. Ehtimol, shunday tashxis qo'yilgan odamlarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan ba'zi kishilar o'z fikrlarini o'zgartirishar. Ular bu odamlarning aslida oddiy insonlar ekanligini, xuddi boshqalardek ko'rinishlari va o'zlarini tutishlarini ko'rib, fikrlari ijobiy tomonga o'zgarsa, bu haqiqiy yutuq. Menimcha, bu kichik bo'lsa-da, g'alaba hisoblanadi. Virusni meditatsiya, tabiblik qilish usuli, dam solish yoki masalan tupurish bilan davolaydigan mutaxassislarni uchratganmisiz? Xayriyatki, bunday odamlarni uchratmaganman. Lekin bu bema'nilik ekanligini bilaman. Ya'ni, ilm-fan allaqachon hamma narsani o'rgangan. Kurashish va qarshi chiqish usullari, shuningdek, davolash yo'llarini tavsiya qilgan. 2025-yilga kelib, virus nazorat ostida deb ayta olamizmi? Ha, albatta. Demak, barchasi oldingidek emas. U paytda Freddie Mercury SP'dan vafot etgandi. Chunki 87-yilda davolash uchun hech qanday vosita mavjud emasdi. Albatta. Va u SP'ga aylangandi. Aynan shunday. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Immunitet tanqisligi virusi ana shu kasallikning ilk bosqichi hisoblanadi. Uni nazorat qilish, boshqarish va umuman olganda normal hayot tarzini olib borish mumkin. Xuddi shunday. Xayriyatki, tibbiyot va ilm-fan hozirda bunga imkon yaratmoqda. Men davolanyapman. Undan hech qanday salbiy ta'sirni sezmayapman va bu tanaga zarar yetkazmaydi. Jinsiy hayotimni hisobga olmaganda deyarli to'liq faol hayot kechirmoqdaman. Ya'ni yuguraman, sakrayman, bemalol sport bilan shug'ullanaman, ishlayman. Ushbu virusning qancha turi mavjudligini bilasizmi? Yo'q, bundan xabardor emasman. Aniq sonini bilmayman. Chunki bu masalaga chuqur kirmaganman. Aytgancha, yana bir muhim jihat bor. Bu kasallik bosqichlari. Uning o'z bosqichlari mavjud: birinchi, ikkinchi, uchinchi va SPIDga o'tish bosqichi. Bosqich qanchalik yuqori bo'lsa, inson uchun bu virusni ko'tarish shunchalik qiyin bo'ladi va davolanish ham murakkablashadi. Agar virus bilan kasallangan odam o'z holiga tashlab qo'yilsa, u keyinchalik SPIDga aylanadi va bu holatda deyarli hech narsa yordam bermaydi. Ehtimol, immunitet butunlay ishdan chiqadi va odam ertami kechmi baribir vafot etadi. Aslida, ko'pchilik odamlar orttirilgan immunitet virusi nima ekanligini, u qanday ta'sir qilishini tushunishmaydi. Bu immunitetni yo'q qiladigan virus. Ya'ni, tanangizni turli, zararli ta'sirlardan himoya qiladigan immunitet hujayralari bor. Virus esa, sodda qilib aytganda, bu hujayralarni yemirib tashlaydi. Natijada immunitet zaiflashadi va siz har qanday tashqi va ichki kasalliklarga moyil bo'lib qolasiz. Har qanday narsadan kasal bo'lib qolishingiz mumkin. O'zingizni tez-tez yomon his qilasiz va oxir-oqibat, agar o'zingizga, sog'lig'ingizga, tanangizga e'tibor bermasangiz, davolanmasangiz, immunitetingiz butunlay ishdan chiqadi. Shundan so'ng hammasi tugaydi. Siz masalan sartaroshingizmi yoki bilmayman tatu ustasini, tish shifokoringizni kasal ekanligingiz haqida ogohlantirasizmi? Tish shifokorimni ogohlantirganman. U qanday munosabat bildirgan? Endi sizning tish shifokoringiz yo'qmi? Yo'q, normal munosabat bildiradi. U ham tibbiyot xodimi. Shuning uchun virus qanday ishlashi va qanday yuqishi mumkinligini juda yaxshi biladi. U qo'lqop va niqob taqib ishlaydi. Agar tishimni davolayotgan bo'lsa, tishimdan qon oqishi mumkin. Shifokor buning uchun bir martalik asboblardan foydalanish masalasi to'g'rimi? U baribir hamma joyda, hamma narsada bir martalik asboblardan foydalana olmaydi. Masalan, drelda almashtirib turiladigan qurilma bor, lekin uning doimo ishlatadigan asboblari ham mavjud. Masalan, qandaydir qisqichlar, omburlar yoki boshqa narsalar. Umuman olganda, ularni tozalaydi. Asboblarni ishlatishdan oldin va keyin dezinfeksiya qiladi. Tatu ustalari bilan ham xuddi shunday. Ular seansdan oldin katta tayyorgarlik ko'rishadi. Mashinalarini va yuzalarini tozalashadi. Keyin esa bularning barchasi olib tashlanadi. Ignalar almashtiriladi. Tish shifokorlari bilan ham xuddi shunday. Davolashdan oldin tozalanadi. Keyin davolashdan so'ng yana qayta tozalanadi. Ya'ni bu jiddiy tozalash jarayoni bo'lib, unda maxsus vositalar,
spirt va boshqalar ishlatiladi. Ochiq muhitdagi virus, masalan, agar men hozir sizning stolingizga qon tupursam, u uzoq vaqt yashay olmaydi. Bu virus yashay oladigan muhit emas. Ha, agar so'lak qurib qolsa darhol o'ladi. Ya'ni siz boshqa joyga tupurishingiz kerak. Ha, yuzingizga tupurgan taqdirimda ham u baribir omon qolmaydi. Artib tashlansa albatta. U organizmga kirishi, qon bilan aralashishi va qonga joylashishi kerak. Ya'ni agar men tupursam, so'lagimda virus bo'lmaydi. U faqat organizmda, qonda yashaydi. Ko'rsatuvdan keyin ishxonangizda hamkasblaringiz yoki rahbariyat bilan oddiy munosabatlarda qiyinchiliklar bo'lishi mumkinligini tushunyapsizmi? Ha, bu haqda o'ylaganman. Ehtimol, qandaydir nufuzli, juda muhim mehmon buni ko'rib qolib, men ishdan bo'shatishni talab qilishi ham mumkin. Men buni to'liq anglayman. Bu haqiqatga juda yaqin ssenariy. Ochiqlik bunga arziydimi? Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Boshqalar haqida bilmadim-u, lekin men bu vaziyatga duch kelganimdan so'ng hayotimni qayta ko'rib chiqa boshladim. Vaqt o'tishi bilan atrofdagi barcha narsaga soddaroq qaray boshlaysan. Ilgari sen uchun qadrli bo'lgan narsalar o'z ahamiyatini yo'qota boshlaydi. Biroz beparvolik paydo bo'ladi. Chunki tushunasanki, qarilikkacha yetib bormasliging mumkin. Ilgari sen uchun juda muhim bo'lgan mayda-chuyda narsalar, turli fikrlar, madaniy qoidalar va xurofotlar haqida bosh qotirishni to'xtatasan. Endi sen ularga ilgarigidek jiddiy qaramaysan. Ular sen uchun avvalgidek muhim bo'lmaydi. Menimcha inson har o'tgani sayin bunga tobora oddiyroq qaraydigan bo'lib qoladi. Shunday. Eng qiyin davr bu boshlanish davri. Bir oy, yarim yil, ehtimol yarim yilgacha, balki undan ham kamroq. 3 oy ichida bularning barchasini hazm qilish, anglash, tushunish, virus bilan qanday yashash kerakligini, nima qilish kerakligini kimga aytish, kimga aytmaslik kerakligini tushunish og'ir bo'lishi aniq. Umuman olganda, buni kimgadir aytgan ma'qul. Bu birinchidan inson uchun foydali. Chunki u o'z dardini aytib, kimdir bilan o'rtoqlashish kerak. Shu sababli men bu yerda siz bilan hech qanday niqoblarsiz gaplashyapman. Bu men uchun ham terapiya kabi foydali. Bundan tashqari, bunday holatga duch kelganingizda davlat tomonidan ruhiy yordam ham ko'rsatiladi. Har qanday odam o'sha joyning o'zida ruhshunos qabuliga chaqirilishi va barchasini muhokama qilishi, o'z dardini to'kib solishi mumkin. Siz ham ruhshunosga bordingizmi? Yo'q. Men qattiq tushkunlikda edim va hech kim bilan gaplashishni istamasdim. O'zimga o'ralib qoldim. Lekin keyinchalik vaziyatni anglab, qabul qilganingdan so'ng kimdir bilan gaplashib olish yaxshiroq bo'lishini tushundim. Bu virusdan qanday qilib himoyalanish mumkin? Shunchaki ehtiyotkor, ongli va mas'uliyatli bo'ling. Birinchidan, giyohvand moddalar iste'mol qilmang. Ikkinchidan, himoya vositalari, ayniqsa prezervativsiz jinsiy aloqa qilmang. Eng asosiysi shular. Chunki bizning mamlakatimizda menimcha ko'p odamlar bu kasallikka aynan jinsiy yo'l bilan chalinadi. Eshitishimcha, bugungi kunga qadar 6 ta bemor virusdan to'liq sog'ayib, kasallikdan xalos bo'lgan holat qayd etilgan. Bu odamga umid beradi. Aytgancha, do'stlarim menga bu haqda yozilgan maqolalarni yuborishgandi. Birinchidan, ilm-fanning juda tez rivojlanayotgani quvonarli va ehtimol yaqin kelajakda insonni to'liq davolashga qodir bo'lgan dori-darmon yaratilishi mumkin. Bundan tashqari, hozirda emlanish orqali kasallikning oldini olish bo'yicha sinovlar o'tkazilayotganini ham o'qidim. Bu usul kasallangan odamni qutqarmaydi, lekin hali kasallanmagan odamni himoya qilishi mumkin. Do'stlaringiz, ular bilan hammasi yaxshimi? Men ular bilan muloqot qilishni nazarda tutyapman. Shu paytgacha kimga aytgan bo'lsam, ular bilan hammasi joyida. Biz ular bilan gaplashamiz, ko'rishamiz, birga vaqt o'tkazamiz, dam olamiz, xursandchilik qilamiz, bir-birimizga yordam beramiz. Mening atrofimdagilar, yaqin davram, aqlli, tushunuvchi, tarbiyali yigitlar. Ular hammasini to'g'ri qabul qilishdi. Hammasi yaxshi. Albatta, boshida hayron qolishdi. Ko'p savollar bo'ldi. Qanday? Nima? Qayerdan? Bitta do'stim qandaydir suv ichishni taklif qildi. U ishlayotgan joyda kimdir rahbar ekan. O'sha rahbarning oilasida kimdir kasal bo'lib qolgan ekan. Ular qandaydir shifokorga borib, ko'p pul to'labdi.
Shifokor ularga qandaydir suv bergan ekan. Qisqasi, ular o'sha suvni ichib tuzalishibdi. Men buni bo'lmag'ur gap deb o'ylayman. Hech qanday sehrli suv, mo'jizakor dorilar, malhamlar va boshqa narsalar kerak emas. Folbinlar va tabiblar ham. Bu holatda faqat tibbiyot, faqat ilm-fan yordam bera oladi. Virusga chalinganini yaqinda bilib qolgan odamlar uchun bir necha maslahatlar. Bu haqida bilib qolganingizdan so'ng, ruhshunoslik fanida bu aniq qanday atalishini eslay olmayman. Qabul qilish bosqichlari edi. Menimcha, men buni shaxsan boshimdan o'tkazdim. Shok holati keyin uni qabul qilish bosqichi. Ha. Buni bilganingizda avvaliga hamma narsani inkor qilasiz. Keyin g'azablanasiz. So'ng tushunmovchilik paydo bo'ladi. Kulasiz va oqibatda bularning barchasini qabul qilasiz. Men bularning hammasini boshdan kechirdim va ehtimol har bir inson bundan o'tadi. Chunki ma'lumot juda jiddiy. Maslahatim darhol uyga boring. Aytgancha, men boshida bu haqda gapirgan edim. Iloji boricha ko'proq ma'lumot oling. O'sha zahotiyoq shifokorlar bilan gaplashing. Ular sizga virus haqida davolash usullari, nima qilishingiz, qanday yashashingiz, qayerda bo'lishingiz va boshqa narsalar to'g'risida batafsil ma'lumot berishadi. Barcha tavsiyalarni olingda uyga boring. Hech qayerga, hech qanday jamoat joylariga, odamlar gavjum joylarga bormang. Yana kimningdir aqli shoshib qolishi mumkin. Keyin darhol o'zingizga, sog'lig'ingizga e'tibor berishni boshlang. Zararli odatlardan voz keching. Sog'lom odam uchun ham zararli bo'lgan barcha narsalarni iste'mol qilishni kamaytiring. Dastlabki paytlarda jismoniy, hissiy va boshqa yuklamalardan voz kechishga harakat qiling. Hech bo'lmasa, ishxonangizdan 2 haftalik ta'til oling. Chunki dastlabki paytlarda ishlay olmasligingiz aniq. Agar juftingiz bo'lsa, unga hammasini ayting. Gunohini bo'yningizga olmang, aytib qo'ying. Juftingizdan buni yashirishning keragi yo'q. Bu yerda har kimning o'z yo'li bor, lekin men bundan keyin nima qilishni 10 marta o'ylab ko'rgan bo'lardim. Dinga murojaat qilish haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Yo'q, unchalik dindor odam emasman. E'tiqodsiz emas. Shunchaki o'ta dindorman deya olmayman. O'z joningizga qasd qilish haqida fikrlar bo'lmadimi? Ehtimol, xayolimdan o'tgandir. Lekin bu haqda jiddiy o'ylamaganman. Kimdadir bunday fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Ehtimol kimdir bu haqda o'ylayotgandir. Bunday o'y-xayollardan darhol uzoqlashing, chunki oxir-oqibat siz ham xuddi boshqalar kabi xotirjam va to'laqonli hayot kechirishni davom ettirasiz. To'laqonli hayot kechirishingizga nima yordam beradi? Qiziqish bo'lsa kerak. Menga bundan keyin nima bo'lishi qiziq. 1-2 yildan so'ng qanday o'zgarishlar yuz beradi? Kelajakka nazar tashlash, yangi narsalarni ko'rish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, yangi tajribalarni sinab ko'rish istagi bor. Mening eng katta yordamchim ana shu qiziqish bo'lsa kerak. Umuman olganda, hayotingiz, dunyoqarashingiz va rejalaringiz o'zgardimi? Rejalar unchalik o'zgargani yo'q. Aslida o'zgargan narsa qarashlarim. Qarashlarim juda kuchli o'zgardi. Butun hayotimni, barcha qarashlarimni, yana bir bor barcha qadriyatlarimni ko'rib chiqdim. Atrofimda o'zim bilan jamiyatda sodir bo'layotgan narsalarga ancha yengilroq munosabatda bo'lishni boshladim. Albatta, bu qandaydir dahshatli falokat bo'lmasa, mayda-chudalar endi sizni bezovta qilmaydi. Biroz soddaroq bo'lib qolasiz. Hamma narsaga oddiy qaraysiz. Hayotingiz ham soddalashadi. Biror narsa sodir bo'lsa, shunchaki nima bo'libdi deb o'ylaysiz. Arzimagan narsa bundan ham battarroq bo'lishi mumkin edi. Bundan ham o'tib ketamiz deysiz. Qanchalik dahshatli eshitilmasin, undan ham jiddiyroq kasalliklar mavjud. Albatta, shubhasiz. Ushbu virus haqida gapirganimizda tasavvurlar tushunmaslik, bilmaslik va uning atrofidagi yuzaki qarashlar tufayli shunday shakllanadi. Aynan shunday. Rasmiy statistika mavjud. Sayyoramizdagi aholining 39%, ya'ni 39 million kishi virus bilan yashamoqda. Bu juda katta raqam hisoblanadi. Ammo bular ma'lum bo'lgan holatlar xolos. Biz biladigan holatlar. Bundan tashqari, virus haqida o'zlari ham bilmaydigan qancha odam bor.
Bu odamlar ijtimoiy beqaror mamlakatlardan kelib chiqqan. U yerlarda bu muammo juda keng tarqalgan va bu haqda davlat ham, boshqalar ham qayg'urmaydi. Hech narsa nazorat qilinmaydi. Bizga esa bu jihatdan omad kulib boqqan. Rivojlangan mamlakatlarda aynan shunday jamoalarni qo'llab-quvvatlaydigan, yordam beradigan butun boshli dasturlar mavjud. Bizda bu masalada ahvol qanday? Balki bizda qandaydir guruhlar bordir. Lekin siz qo'shishni istamaysiz. Yo'q, istamayman emas. Men bu haqda umuman o'ylab ko'rmagan ekanman. Qo'llab-quvvatlash guruhi, jamoa yoki biror hamjamiyat haqida. Siz menga bu haqda aytib berdingiz. Endi men bu to'g'risida o'ylay boshladim. Chunki ilgari bunday odamlar bilan bog'lanish, aloqada bo'lish haqida hech qanday fikrim bo'lmagan. Menimcha katta ehtimol bilan bunday guruhlar bor. Bo'lishi mumkin. Bor deb o'ylayman. Ha, shunday bo'lsa kerak. Menimcha bunday odamlar bilan aloqada bo'lish juda muhim. Ba'zi masalalar yuzasidan ham. Albatta, bunday jamiyat mavjud bo'lsa, o'zingiz uchun ko'p foydali ma'lumotlarni bilib olishingiz, yangi bilimlar olishingiz mumkin. Ayniqsa, bu virus bilan yaqinda to'qnashgan odamlar uchun juda foydali bo'ladi. Hikoyangiz uchun sizga katta rahmat. Menimcha, sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha ham shunday. Men qandaydir havoriy yoki shunga o'xshash odam emasman-ku. Hozir ham hammasi joyida. Faqat bir narsani o'ylayman. Oxir-oqibat o'z juftimni topib, oila qurish men uchun eng katta baxt bo'ladi. Menimcha, mening tashxisim qo'yilgan odamlar eng ko'p shu haqda orzu qilishadi. Boisi, aynan shu masalada cheklovlar mavjud. Bu virus aqliy darajada ta'sir qiladi deb o'ylayman. U seni aynan shu jihatdan cheklab qo'yadi. Qolgan barcha narsalar bilan yaxshi yashayapman. Xursandman. Sport bilan muntazam shug'ullanaman. Dangasalik qilmaganimda albatta yuguraman, sakrayman. Hammasi zo'r. Shifokorlar nima deyapti o'zi? Umuman olganda, munosabatlari qanday? Shifokorlarga qoyil qoldim. Men tekshiruvdan o'tadigan shifokorlar menga juda yoqib qoldi. Ular bemorlar bilan qanday munosabatda? Ular doimo qandaydir ijobiy kayfiyatda bo'lishadi. Har doim jilmayishadi. Siz bilan suhbatlashishadi. Biror hazil ham aytishlari mumkin. Tabiiyki, sog'lig'ingiz, ahvolingiz va boshqa ishlaringiz haqida so'rashadi. Shu bilan birga, ular o'z ishlarining bir qismi sifatida bunday odamlar bilan ko'p muloqot qilganlari uchun bunday vaziyatga ko'nikib qolishgan. Bu ularning tabiiy muhiti bo'lib qolgan. Ular SPga ham ancha oddiy munosabatda bo'lishadi. Axir ular kasallik haqida yaxshi bilishadi. Albatta, ayniqsa tibbiy nuqtai nazardan yaxshi bilishadi. Qabulga borganimda doimo ijobiy kayfiyatda bo'lishadi. U yerda vaqti bilan turli testlar o'tkazishadi. O'zgarishlar bor yo'qligini so'rashadi. Masalan, agar vazningiz oshgan bo'lsa, bu yaxshi o'zgarish hisoblanadi. Bu terapiya ta'sir qilayotganini anglatadi. Chunki agar terapiya ta'sir qilmasa, vazningiz oshmaydi. Aksincha kamayadi. Umuman olganda, shifokorlar a'lo darajada. Bundan tashqari, ehtimol kimlardir uchun sir bo'lishi mumkin, lekin har bir poliklinikada yuqumli kasalliklar shifokori bor. U aynan shu virusi bor odamlar bilan ham shug'ullanadi. Vaqt o'tishi bilan ro'yxatga olingan ba'zi bemorlarni eng yaqin hududdagi poliklinikaga o'tkazishadi. U yerda sizni tekshiradigan, dori-darmonlar beradigan shifokor bo'ladi. U poliklinikaga tegishli emas. Ya'ni poliklinika bosh shifokori uning rahbari emas. U SPED markazidan yuborilgan mutaxassis hisoblanadi. Hozircha uning oldiga borganim yo'q. Lekin o'z uchastkamning shifokori bilan tanishman. Yaxshi ayol. Unga katta rahmat. U ham menga 1-2 marta katta yordam berdi. Barchasini tushuntirdi. Aytgancha, u mening dorilarim haqida gapirib, bular juda yaxshi dorilar ekanligini aytdi. Ular kuchli emas, balki samarali dorilar ekan. Bu dorining nomi nima? Ularning nomi yo'q. Qizig'i ham shunda. U oddiy bir bankaga solingan bo'lib, ustida barcha ma'lumotlar yozilgan. Ya'ni qayerda va qachon ishlab chiqarilgani, tarkibida nimalar borligi. Hozir bu moddalarning nomini eslay olmayman, lekin unda yashashingizga yordam beradigan 3 ta asosiy tarkibiy qism mavjud. Menimcha, ko'rsatuvimizni tomosha qilgan har bir inson hech bo'lmaganda o'ylab ko'radi va bu ular uchun nimanidir o'zgartiradi.
ammo qon topshirishga borish qo'rqinchli, juda qo'rqinchli ekanligini aytishim mumkin. Ya'ni, bilmasdan borganing boshqa gap. Hatto senda barchasi joyida deb o'ylayotganingni bilsang ham, baribir juda qo'rqinchli bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Buni o'zingga qanday tushuntirish kerakligini bilmaysan. Menga shunday ehtimol borligini aytishganda, tekshiruvga bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib? degan o'ylar bilan bordim. Baribir odamlar buni tushunib, vaqti bilan tekshiruvdan o'tib turishsa yaxshi bo'lardi. Men faqat virus va SPI haqida gapirayotganim yo'q. Umuman olganda tibbiy ko'rikdan o'tib turishsa, Tibbiy tekshiruv demoqchisiz. ha, tibbiy ko'rik. Bu aholiga va sog'liqni saqlash vazirligiga juda katta yordam berardi. Aholining salomatligi ancha yaxshilangan bo'lardi. Rostdan ham bu borada qandaydir targ'ibot ishlari zarur. Menimcha, Targ'ibot bo'lishi uchun avvalo muammoni tan olishimiz lozim. Bizda esa aynan shu masalada muammo bor. menimcha bizda ma'lumotlar yashirilmaydi. Ya'ni internetdan qidirsangiz, bir necha yil oldin o'qigandim. Qancha odam kasallangani, qanchasi hisobda turgani haqida ochiq ma'lumotlar mavjud. Albatta ularni ham ko'rib chiqamiz. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari ham mavjud. Masalan, tashkilot vakillari ham vaqti bilan tashrif buyurib, o'zlarining ba'zi testlarini o'tkazib turishadi. Hozirda Amerika yordami 3 oyga to'xtatib qo'yildi. Bu haqda eshitdingizmi? Tashkilot tarkibidan chiqish uchunmi? USAID va boshqa shunga o'xshash tashkilotlar bor. Xabarim bor. Aytishlaricha, Amerika ma'muriyati dunyoning qashshoq mamlakatlarga immunitet tanqisligi virusi, bezgak va sil kasalliklariga qarshi hayotiy zarur dori-darmonlar yetkazib berishni to'xtatayotgani haqidagi gaplar bor. Biz kambag'al mamlakatlar qatoriga kiramizmi yo'qmi bilmayman, lekin ayrim grantlar bekor qilindi. Tibbiyot sohasidagi vaziyat haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Men Trump Amerika Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqishi to'g'risida farmon chiqarganini ko'rdim. Menimcha, bu jahon tibbiyoti uchun salbiy voqea bo'ladi. Chunki Amerika qayerda bo'lmasin, hamma joyda juda kuchli moliyaviy yordam ko'rsatadi. Tashkilotning katta qismi Amerikadan kelgan mablag' hisobiga faoliyat yuritadi. Agar shunday yirik hamkor chiqib ketsa, moliyalashtirish sezilarli darajada kamayadi deb o'ylayman. Moliyalashtirish qanchalik kam bo'lsa, rivojlanish shunchalik sekin bo'ladi. Taraqqiyot ham sekinlashadi. Ha, albatta.